Assalamualaikum mikrofon özgürmenler. Muş vaktiniz hayırlı olsun. Aydın Mumbar'a hoş geldinler. Bugün ben biraz dertliyim değil hem de. Yani şikayet ya ki reyimizler tenkit meselesi biraz toxtalmakçı. Şundaq biz meyli bu cemiyette, ticaretten tartip bu bizim cemiyetimiz ya ki siyaset deyimiz, iş orulları deyimiz. Hemimiz ne bir şikayetleri var. Türkiye'de yaşamıyorsak Türkiye cemiyeti şikayetlerimiz intayin köp. Yani mesela şikayet kılış ve reyimsizlerce tenkit kılışlarını dokandı. Yani hem neslin şikayetçi, vatanın ahvalini şikayetçi, haklık mes. Ondaki üzümüzün ahvalini şikayetçi, dünyanın ahvalini şikayetçi. Yani asasen nurgun neslini tenkit kılımız. Ondakta şikayet kılış kimden hakkı degan savol turib chiqadi. Yoki faqat shikoyat qilishlarni cheklanib qolsak, tanqid qilishlar cheklanib qolsak, bularni bu yetarlikmi degan savollar bor. Undaqda agar tanqid qilgan bo'lsak ki, tanqid qilish kerak deb o'ylayman. Undaqda tanqid qilishning bir usuli bormi, bir metodi bormi degan savollar o'tirib chiqadi. Biz kimlarni qanday masalalarni tanqid qila olamiz, ya qilishimiz kerak? Ya'ni tanqidlarga nisbatan qandaqroq bir inkas qaytarishimiz kerak degan savollarmi bor. Faqat tanqid qilish yetamdi, shikoyat qilishga o'xshash yoki boshqa bir ish qilish kerakmi? Ya tanqid qilish o'rniga hikoyat qilish kerakmi, hikoyat. Ya'ni bir ish amaliy ishlarni qilish kerakmi degan savollar ustida biroz to'xtalmoqchi. Şikayet elbette insanınki tabii bir hali. Hemimiz bir nerseni şikayet kılmış. Elbette Allah'tan şikayet kılış başka mümkün emas. Bu başka bir ahval. Ondaqda her şeye o'xshash shikoyatida shundoqla shikoyat qilganda chuqur bir narsaniki uning seviyasi bo'ldi deb o'ylayman. Albatta dardimiz bor, masalalarimiz bor, qiyinchiliklarimiz bor. Bu masalalarninki javobgarlarini, mas'ullarini chuqur aniqlab chiqish kerak. Masalan deyli, yo'lda ketayotgan bo'lsak, mashina bilan birisi oldimizga o'tib bizni yo'lninki bu chet tarafiga kittirib qo'ydi deyli. Albatta buni nima deymiz? Do'stim, men endi bo'sh kuchlar qildim demdiq yoki uningga boshqa bir inkos qaytaramdiq. Yoki birisi bizni tillab oldi, haqorat qilib oldi, uni qarab turamdiq. Degandek masalalar bor. Shunga yig'inchoqlab aytgan vaqtida men shunday o'ylayman, bizning bir shikoyat qilish, boshqalarni o'zgalarni reyimizlarcha tanqid qilish bir odatga aylanib qanday his qilman. Lekin bu his qilishim yoki tushuncham xato bo'lishi mumkin, ammo yana bu vaqtda ba'zi masalalarni yoki ma'lumotlarni o'rtoqlashgim keldi. Ya'ni albatta bu dardlardan qiyinchiliklarni o'tirib qo'yish boshqa bir ahvol, shikoyat qilish boshqa bir ahvol. Shikoyat nima deymiz? Bu bandaninki chuqur bundaq qilish tegishli ahvol emas deb o'ylayman. Ya'ni bizniki fiqh kitoblaridami shikoyat qil yoki dinimizda chuqur shikoyat qil deydigan bir o'lchami yo'q. Demakki shikoyat asal masalani asal bitirib qilishga moyil yoki osonga moyil bundaq bir ish harakat desak bo'ladi. Asal shikoyat qilib qutulgan bir oson ahvol desak bo'ladi. Shuni shikoyat qilgan vaqtida bunda bir ahvol bor. Mesele mende emas. Mesele sirtda. Herkes yani başka hemmeden muş işinki javobgari, hemmeden jinoyatchi, hemmeden xatolik o'tkazuvchi men emas. Mesele meni menga ta'sir ko'rsatdi, lekin men emas masalalarni yoki qiyinchiliklarni boshqalar kelib hal qilsin degan bir mantiq bor, tushuncha bor. Masalan, bizimki bu tashkilotlar deyli. Tashkilotlar için albatta inson bo'lgancha xatoliklar bo'ldi, nurg'un masalalar bor. Hatto ba'zi kechigilmagan xatoliklar bo'lishi mumkin. Ama teşkilatlar hemen hata qildi. Bu yerdagi insonlar hammasi disiz deb yoki masala hal bo'lmayotdi. Mushlar sababidan bizniki masalalarimiz hal bo'lmay hozirgacha davom qilib keldi deydigan. U ahvol xato. Undaqda sen cho'qim shikoyat qildim. Agar da'voniki olg'a ilgirmaslikda ularning to'pisi bor, mas'uli bor deb o'ylagan bo'lsang, undaqda hamisha ular xato qildimi? Ularla mush jamiyatniki yoki Uyg'ur jamiyatining bir a'zosimi? Sen emasmi? degan savol paydo bo'ldi. Yoki bu Turkiyaniki ma'rif ahvolini qaqshab qo'ymiz endi men shuni ko'rdim. Undaqda haqiqatan ma'rif sistemasi masala mana shular o'ylayman, ig'ir masala deb o'ylayman. Ammo biz o'zimiz oilada yoki bolalarimizni qanchalik kuch oldik, umi ishniki boshqa bir tarbi. Ya'ni shikoyat amaliyotda bir ijtimoiy odatga aylanib ketdi deb o'ylayman. Shikoyat bir nima deymiz, hatto murosamaga aylanib ketdi desak, texmo muvofiq bo'larmidi deb o'ylayman. Ya'ni insonlar deyli bu Türkiye'de Türklerden şikayet kılımız, Türklerninki bu soğutsuzluk jarayonida qilgan işlerden şikayet kılımız. Köp kısmımız bununki qurbanı aylanıp ketip desek bo'ldi. Bu amaliyotda bu jamiyat kısmında bir gap bor, ilqi. Boshqalarni ayıplash
deb bir ahvol bor. Bu boshqalarni ayblash amaliyotda biz uchun da xo'shaqilgan bir ahvol. Chunki shikoyat qilmaganlar bu shikoyat qilmaganlar amaliyotda shu o'zi tava bo'lgan normalarga rioya qilmaganlik uchun ayblanadi. Bu yerda bir nima bor endi. Deymiz bir ijtimoiy besim bor. Bu ijtimoiy besim bir ifodasi desak bo'ladi. Bu psixologik nuqtadan shikoyat amaliyotda shaxsniki kontrol qilish hissini yo'qotib qo'ygan vaqtida murojaat qilgan bir mudofaa mexanizmasi desak bo'ladi. E, Masalan deyli, e, agar biraz burun deb o'tganimdek bu boshliqlar yoki bizning boshlig'imiz yoki tashkilotning boshliqlari yoki ma'lum bir dernekning boshliqlari ishlarni yaxshi qilmayotidi deyish orqali o'zimizniki mas'uliyatdan qochamiz desak bo'ldi. Masalan biz oila ichida bir misol bersak, shikoyat oldi bilan bir masalalarga nisbatan bog'lanish holda bolalarimiz xato qilsa, xatolikni ashlatib ko'rib ularni ayblab cho'ktirganga o'xshab qolgandi. Ya'ni ota-ona bu bilan masala bizda emas, hammasi bolalarimizda deydigan bundoq bolalarni nuqul ayblash psixikasida dal mush nuqtadan qarasak bo'ldi. Shunga deymiz shikoyat bir jamiyatda bir ijtimoiy osonchilikqa moyil bo'lgan, mas'uliyatga qochilgan shunaqla shaxs o'zini ta'sir doirasini o'ziniki ta'sir doirasini qila oladiganligi mas'uliyat sohasidan nazarni saqit qilgan, qochilgan bir past bir ahvolni ko'rsatadi. Şuңalıqı şikayet bilen qiyinçiliklardan tilga olish ikkisi ayrim narsa. Masalan, bu dertlerden, qiyinçiliklardan, meselelerden gap qilish, undan gap qilish amaliyotda hal qilishga mayliroq keladigan bir ahvol. Shundaqla bir tuyg'udoshlik tuyg'usini o'tirg'a chiqardi. Ya'ni masalalarni hal qilib o'tirg'a qo'yish masalasi. Ammo shikoyat bo'lsa, masalalarning qiyinchiliklarini yoki javobgarlikni boshqalarga yuklash masalasi. Şuna bu mesele intayin mühim dep qarayman. Şu meselelerini o'tirib qo'yish bilan ya qiyinchiliklar o'tirib qo'yish bilan shikoyat qilish boshqa bir narsa. Mohiyatdan farq qiladi deb o'ylayman. Bu bizniki oilamiz nuqsini ilbatga vaqtimizda masalan deyli bir ota-ona sifatimiz bilan masalan bolalarimiz tomoq qilib berdik yoki bir ishlarni qilib berdik, nurg'un pidokorlik ko'rsatdik, ammo bolalarimiz biz o'ylagandek qilmay qolib qolsa, dal mushada sening sababingdan yerib ketdim, sening sababidan kun bo'yi och qoldim, sening sababing undaq bo'ldi deb to'xtamay shikoyat qilishimiz mumkin, bolalarimizga tapdan qilishimiz mumkin. Bu dal shikoyatniki boshqa bir varianti desak bo'ldi. E, Shikoyatniki manga nisbatan eng gavdalik aloyiligidan birisi hamda passivlik, intayin passivlik. Ya'ni bu manbalarda passiv yaxshimi deb qo'ydi. Adam yaxshi, nachar odam emas, ammo masala menda emas, javobgarlik menda emas. Butun javobgarlik, butun masala sirtda. Degan bir mantiq bilan o'zini mas'uliyatdan qochadi. Mas'uliyatdan qochib, butun gunohni yoki butun aybni boshqalarga qo'ydi desak bo'ldi. Masalan, bu jamiyat nuqtasida passivlik jamiyatni qurbonlik tushunchasiga mahkum qildi. Ya'ni biz qurbon, biz passiv deydigan ashnaq bir ahvol kelib chiqadi. Amaliyotda bu Fanon deb bir odam bor, mutafakkur. Uning mustamlikadan keyingi psixologik analizlarda bu nihoyatda ko'p chiqdi. Bular bu mustamlika qilingan jamiyatlarda davomli aybni, gunohni sirtdan izlaydigan, butun gunohni qarshi deb yuklab qo'ygan ahvol sal og'irroq hamdi. Bu Fanon amaliyotda mustamlika jamiyat ustida izlangan psixologik analiz yapib borgan mutafakkurlarning yoki ilm odamlarining birisi deb qarasak bo'ldi. Shunga bu yerda bu bizniki chet elda bütün eyibni o'zida boshqalarni izlaydigan, tashkilotdan izlaydigan, tashkilot boshliqlarini izlaydigan, tashkilot a'zolarini izlaydigan, bütün gunohlarimiz bütün ahvollarimiz mushlar sababida mushlar bo'lib qoladigan ahvollar nisbatan umumlashgan desak bo'ldi. Men Yevropa yoki Amerikada uqmayman, ammo Turkiyada buni men shohid bo'ldim, kuzatdim desak bo'ldi. Balkim yuzaki kuzatib qo'yilishi mumkin, ammo haqiqatan o'zidan emas, boshqalardan shikoyat qilgan ahvollar, butun gunohni boshqalarga atgan ahvollar ig'irlar mavjud. Ammo haqiqatan biraz burun deb o'tdim. Tashkilotning boshliqlari, tashkilotning a'zolari o'xshash, sizmi shu Uyg'ur jamiyatining bir a'zosi. Ya'ni masalaga ular qanday ko'ngil bo'lgan bo'lsa, sizning mana shunday ko'ngil bo'lish yoki mening mana ko'ngil bo'lish majburiyatim bor deydi. Shunga tanqid masalasi bor endi. Biz tanqidni xato tushunilgan bir hukm deb qarayman Uyg'ur jamiyatida. Tanqid albatta mantiqiy tanqid bo'lsa bo'ldi, sabab natijaga bog'langan tanqid bo'lsa bo'ldi, ma'lumotni asos qilgan tanqid bo'lsa bo'ldi, ma'nilik qiymati va tanqid qilsak tamoman bo'ldi. Ammo tanqid qilish uchun
ma'lumot lazım, usul lazım, shundoqla insof degan bir axloqiy mavqemi lazım. Tanqid albatta bir demokratik jamiyatda yoki bir jamiyatda bo'lishi haq huquq haq deb qarayman. Shunga tanqidni bundoq boshqalarga masalani hal qilishga foydasi bo'lsin deb qarasak, chuqur ma'lumotlar bo'lishi lazım. Cho'qim shu tanqid qilmoqchi bo'lgan qilinayotgan masalalar ustida tema ustida ma'lumot egasi bo'lmasak tanqid qila olmaydi. Ma'lumot egasi bo'lish yetarlikmi? Yetarlik emas. Cho'qim uslubga diqqat qilishimiz kerak. Uslub intayin muhim. Masalan, bolalarimiz bir yoshdan xato qilib qo'ygan bo'lsa, u bolalarimizni emas, shu masalani chiroyli shaklda, chiroyli ravishda o'tirib qo'yib, bolalarimizga yetkazsak, u uslub bo'lgan bo'ldi. Undan keyin insof, bu bir adolat tuyg'usi. Bu cho'qim lozim. Insof qilish kerak. Masalan, arabchada bu yerim-yerimga degan ma'no kelgan. Yerimi menda, yerimi senda degan mantiqada hamda. Shunga Kantning bir gapi bor. Kantning kategorik bir analizga o'xshatdi buni. Ya'ni boshqalarga muomala qilgan vaqtida chuqur o'zingga qanday muomala qilishni o'ylasang, boshqalarga shunday muomala qilish demakchamdi. Ya'ni insof. Masalan deylik, yeni tashkilotda misol beraman, tashkilotlardan yoki amal ish qilayotgan tashkilotlardan yoki amal ish qilayotgan bizniki Uyg'ur da'vogarlarimizdan yoki ilm odamlarimizdan va yoki faoliyatchilarimizdan. Albatta, ularga insof bilan muomala qilish kerak deb o'ylayman. Ularning xotin bolalari va farzandlari va oilalari va boshqa dardlari va qiyinchiliklari va iqtisodiy masalalar va ular 360 kun bularga vaqt ajratish bo'lolmaydi. Ularmi ba'zi ishlarni xato qilib soldi. Uning psixikasiga bog'liq bo'lib qoldi ba'zi ishlar, ma'lumotiga yoki seviyasiga bog'liq bo'lib qoldi. Ularni tanqid qilgan vaqtimizda albatta bu ishni faqat qilolmadi. Bular bu ishni nolga aylantirib qo'ydi. Mushular butun ishni to'sab qo'ydi. Degan o'rniga bular yoki mushu kishilar yoki mushu tashkilotlar manchilik ishni to'g'ri qildi yoki mayagacha muvofiq deb o'ylaymiz. Undan keyin mandaroq bo'lgan bo'lsa, texnik yaxshiroq bo'ldi degan bir-birini to'liqlaydigan inkoslarni bergan bo'lsak, texnik yaxshi. Shu bizniki hammadan xatarlik tarafi. Bizga nisbatan masalani kategorik yoki analiz xarakterlik emas, yaxshi yomon deb ayirayotganligimiz uchun biz yaxshi ko'rmaydigan odamlar tashkilot bo'lib qolsa, uning qilgan ishlarining hammasi nachar. Ammo biz yaxshi ko'radigan tashkilot yoki odam bo'lib qolsa, u nachar qilsa hammasi yaxshi. Deb unda bir bavirdigan tamg'ilaydigan bir qiliplashgan bir baho beramiz. Bu intayin xatarli. Bu masalani qat'iy hal qilgan bir tushuncha mantiq emas. Shuni demoqchi bo'lganim shunga manchi birsan yaxshi bo'ldi, manchi birsan to'g'ri bo'ldi deydi. Manchi birsan qilingan bo'lsa, texnik muvofiq bo'ladi degandek, manda uslub bilan, manda insof bilan, manda ma'lumotlar bilan, manda mantiq bilan yaqinlashsak masalaga. Ham boshqalarga nisbatan unumli qilgan ishni taqdirlagan bo'lamiz. Shundaqla o'zimizning tafakkurni yoki masalalarni baholash yoki hukm qilish sevgimizni, suhbatimizni atroq qo'shib oshirgan bo'lamiz. Ham bu ahvol bizga ham o'rgatadi ba'zi narsalarni. Bizni texnik mukammallashtirish uchun qo'llashtiradi deb o'ylayman. Shunga bu yerdan bundan boshqa bizningki an'anamizda boshqalarni tanqid qilganda deyli, cho'qim siz emas, biz degan hukmni bakroq kamtalik ifodasini bakroq ishlatadi. Chunki men o'zimni ayirib qilib boshqalarni tanqid qilgan vaqtida mendan cho'q qolma. Balkim mana bir Uyg'urning avlodi bilan sizlar deb tashlagan bo'lishi mumkin, ammo biz degan hukmni ishlasak texnik yaxshi bo'ldi. Chunki hammamiz bir kimdagi insonlar, bir jamiyatning a'zolari yoki bir binoninki qishlari. Shu qishlardan hosil bo'lgan binolarni biz jamiyat deb o'ylasak, bizmi har birimiz shu jamiyatniki, shu badanniki bir a'zolar deb qarasak tamom bo'ldi. Shunga masala birimizni ko'ragan vaqtida cho'qim hammamiz ta'sir qildi. Masalan, mushtaq o'ylamasak, bir butun Uyg'ur nuqsidan yoki bir butun Sharq Turkiston jo'grafiyasidan o'ylab bilolmaymiz. Shunga psixologiyadan bu o'z-o'zini tanqid qilish yoki o'ziniki qanday ahvolda ekanligini tunib bitish deb ifodalandi bu. Shunga jamiyat nuqsidan biz tili jamiyatni muhim. Ya'ni jamiyatni birlashtirdi. Bizim grupimizni birlashtirdi. Biz bo'lgan jamoatni birlashtirdi. Sen biz degan kelib butun masala astin-ustin bo'lib ketdi. Butun masala. Sen biz bo'lgan aramizda sepilib olamiz. Masalani boshqalarga atamiz. Sepilishlikki hammasi dushman yoki raqib yoki sepilishlikki hammasi do'st. Unda bo'lmaydi. Bizningki sepilimiz birlar, u bo'lsin biz Uyg'ur va bir Sharq Turkistonlik. Mush biz yangi shakllangan vaqtida o sepilning sirtigilar Xitoy deb tushunamiz masalani. Unda bo'lgandan keyin insofli harakat qilamiz. Shunaqa sal mantiqli qo'l deb o'ylayman ba'zi masalalarni. Shunaqa buni hal qilish yo'llaridan birisi hamda go'zallikdan, to'g'ridan, yaxshidan tilga olish, shularni kun tartibga kirish nisbatan yaxshimikin deb o'ylayman. Shunga nacharlikdan, to'xtamay buzilib ketganlikdan shikoyat qilishning o'rniga bir go'zallikdan, yaxshidan, to'g'ridan gap qilsak, bu shu go'zallik narsalar bakroq mana yuqumlandi, yuqish bo'ldi deydi hamda. Bunda shunga shu ahvolma jamiyatning inson psixikasini nisbatan yaxshilashtirdi. Shunga bu pozitiv psixologiyada
Seligman deydigan kishi man dal shuni o'tirib qo'ydi. Diniy nuqtadan Alloh do'stlariniki go'zallik suhbatlari, ya yaxshilik suhbatlari, to'g'rilik suhbatlari, rahmat va shafqatni qanot yaydirishda jamiyatda nihoyat muhim deb qaraldi. Shunga G'azalininki ihyo tushanchisida dal mush ta'kidlandi. Shu jamiyat to'g'risida bu dal ijtimoiy sarmoya deb bir gap bor, ijtimoiy kapital. Dal mush ijtimoiy kapitalni dal kuchlantirdi. Ijtimoiy kapital dal bu jamiyat a'zolari o'rtasidagi, jamoat a'zolari o'rtasidagi, guruhlar a'zolari o'rtasidagi ishonchni, bir-biriga bo'lgan ishonchni asos qildi. Shunga bizniki chet eldagi va bu Turkiyadagi bu jamoatlar orasida farqli guruhlar o'rtasidagi ishonch intayin tuvan deb o'ylayman. İntayın tön deb o'ylayman. Buningki o'rnaklarni, misollarini yaqinqi ba'zi hammamizni bearam qilgan voqealar intayin ko'p ko'rgan bo'ldik. Demak, ishonchini asos qilgan bu ijtimoiy kapitalninki tuvanligini, ojizligini his qilgan bo'ldik. Masalan deydi, misol bersak, jamiyatimizdagi bir tashkilotda yoki bir tashkilot a'zolarida bir chiriklik bor. Dishning o'rniga yaxshi ish qilish, to'g'ri ish qilish uchun shu to'g'ri ish qilish uchun uzun vadeli ishlarni qilish uchun, güzel ishlarni vujudga chiqarish uchun shu konkret qadamlarni tashlasak bo'ldi. Ya'ni hal qilish yo'li bilan masalalarga yaqinlashsak, taxim yaxshi bo'ldi demoqchi. Bu bo'lsa, bizga umid bag'ishlaydi, bizni birlashtiradigan bir ahvol. Ya'ni masalan, mening balam vurun yoki bu o'quvchi vurun yoki palonchi vurun, palonchi shu deganning o'rniga bu balaga yoki palonchiga qanday qilsak, texmi undaq yuzni o'zgartiradigan yaxshi narsani yutalaymiz yoki uni biz to'g'ri tarafga boshlay olamiz. Bu ahvol dal bu musbat bir ijobiy bir ahvolga yo'l ocha oladi. Böyleki ailemizde misal verelim elbette. Mesela ballarımızı ayıplaşın onuğa, ballarımızga mesela ma'lum bir ishni qilgan bo'lsa, balam sen mishach to'g'ri qilsa, qog'inni ma usulni ishlasang yoki ma usulni ishlasak, texim yaxshi bo'lishi mumkin deb baqsak, buning o'zini boshqa yo'li. O'tgan qatim 4 bilishim degan programda hem o'zimizga boshqalarga aytib chiroyli gaplarni qiling degan, chunki chiroyli so'zlar hozirgi bu zaman bu psixologiyada yoki bu nerv bilimlarida isbotlangan bir ahvol. Chunki mingimizma dal qancha ko'p nimaga, güzel gaplarga, ya güzel so'zlarga markazlashsa, uning unumuning shuncha bo'lganligi to'g'risida tadqiqotlar bor. Buningdan sirt endi biraz burun deb o'tgan bo'ldik. Bizningki bir shikoyat qilish amaliyotda bir ijtimoiy kasallikka aylanib ketgan ahvol dedik. Shunga shikoyat dedik, insonning energiyasini xo'rib o'tadigan bir narsa. Jamiyatni bunday umidsizlikka qoplaydigan bir narsa deydi. Bu psixologiyada xo'rash psixikasi deb ataladi. Jamiyat to'g'risida bo'lsa, bir bu intayin muhim. Kollektiv holda uyutilgan chorasizlik degan uqumga intayin mos keladi. Shikoyat kasalligi bor. Shikoyat kasalligi uyutilgan chorasizlikda. Shikoyat qancha ko'p bo'lgan yerda chorasizlik shuncha ko'p bo'lgan bo'lsa, biz qilolmaymiz degan masala o'rtaga kelib chiqadi. Ya'ni Xitoylar intayin kuchli, dunyoning ikkinchi kuchi, texnikada taraqqiyot etdi, dunyoning harbiy jihatdan eng chong kuchlardan birisi. Hamma yerda uni qo'li va kontrol qildi. Biz chorasiz bo'lib qoldik. Biz hech qanday ish qilolmaymiz. Tuxumni tash o'g'amni bika degan mushundaq uyutilgan chorasizlik bizni amaliyotda Xitoyda talab qilgan Uyg'ur obrazida mushu deb o'ylayman. Shunga bu uyutilgan chorasizlik amaliyotda hammamiz vayron qilgan bir narsa. Unda ish bo'lmaydi deb o'ylayman. Balki bunga qutulishning choralari deb qarayman. Shikoyat masalan deyli, Xitoylar o'zining irodasini chuqur tanidi, ammo bizim bir shaxs, bir inson sifatimizdan bundan qutulishning yo'llariga kirsak tamoman bo'ldi deb qarayman. Buniki amallar chuqur bo'ldi. Şu uyutilgan chorasizlik bizning davomimizning oldidagi eng cho'ng tusoq deb o'ylayman. Uyutilgan chorasizlik hech ish qilmaymiz masalasi emas. Qila olamiz. Chunki Xitoylar hammaga qudratli, bu xudo emas. Men o'qishimizni o'qishimni xato tushunmanglar. Mushunaq deyishga to'g'ri kelib qoldi. Shunga men o'ylayman, bu shikoyat qilganlar bilan vaqt o'tkazish amaliyotda to'g'ri emas. Chunki shikoyat qilganlar umidsizlik patqib ketib ketganlar yoki o'zining ishlarla yurgan odamlardan billa menish amaliyotda bizniki ilhomlarimiz, umidlarimizga ta'sir qildi. Bizi hayot qo'ygan umidimiz yoki kelagusi qo'ygan umidimizga ta'sir ko'rsatdi. Shunga yiroq turish deb o'ylayman. Ammo fursat kelib qolgan vaqtida ba'zi yaxshilarni o'rtoqlashsak bo'ldi. Shunga buni hal qilish yo'llari bor deb o'ylayman. Masalan, o'zimizning doirasida mas'uliyat olish. Bu intayin muhim mas'uliyat. Men diniy nuqtadan azroq diniy nuqta taqvo degan kalimaningki o'zini qo'g'dash, gunohlardan saqlanish, Allohninki harom qilgan narsalardan saqlanish yoki ziyon beradigan narsadan saqlanishda ma'nolardan boshqa mas'uliyat degan bir mas'uliyat degan ma'nosi bor ekan. Ya'ni ustoz Muhammad Suqar bilan buni deyishga vaqtida mas'uliyatniki insonning hayotida intayin muhimligini taqvo bilan o'ng tanasib ekanligini deb o'tgan edik. Shunga mas'uliyat degan narsa bu intayin muhim. 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 Mas'
dini noktadan herkes hem adam özünün kılganlarından cevap verdiğin bir ayet mi Kur'an-ı Kerim'de. Ondan keyin bu cemiyet noktasında bu bir ictimai özgürlüşünü tüyen mikro seviyede olsa özgertişke türkü bo'lgan bir ahvol. Şoňa giddinisiniňki kurumlaşgan nazariyesi var. Muşundan alayı ta'kid qilindi. Mas'uliyat elish. Yani Satura deb bir fransızlık filosof o deydi. İnsanın erkinligi to'g'risida to'xtagan vaqtida bir insan qancha ko'p mas'uliyat egasi bo'lsa, shuncha erkin bo'la oladi deydi. Yani demek şu onu siz mas'uliyat bo'lish uchun cho'qim ma'lumot egasi bo'lishingiz kerak. Mas'ul egasi bo'lish uchun bir ishlarni qilishingiz kerak. Şunu o'zingizning doirasida, o'zingizning qobiliyat doirasida qancha ko'p mas'uliyat olsangiz, shuncha erkin bo'la olasiz. Boshqalarga shuncha oz beqinda bo'lasiz degan gap. Şunu biz ishlarni bir tavriy etsak, vujudga chiqara olsak, shuncha ko'p mas'uliyat egasi bo'lgan bo'lamiz. Mas'uliyat egasi qandaq yük emas. Mas'uliyat egasi bilan erkinlik, emniyet o'ng tanas. Şuna onundan başqa passivlikdan qutulish. Passivlik amaliyotda yani bizdagi chet ellikka cho'ng bir kasallik deb o'ylayman. Passivlik. Yaxshi insonlar intayin yaxshi. Bir insonni yaxshi yomon deyish bizning haddim emas. Ammo passiv yaxshilar intayin ko'p deb qarayman. Şuna bu passivlik amaliyotda del mas'uliyatni boshqasiga yuklab qo'ygan bir ahvol. Yani mesele o'zida emas, ya bizda emas, ya menda emas, boshqalarda. Bütün mesele boshqalarda. Degan mantiqamda. Onda, lekin tät türetini oylasak, insan, biz özümüzü ügüneleyimiz, nurgun materyal mənbəsi köp hazır. Onundan keyin özümüzü tərəqqi qılдырып nurgun fürsətlər var. Dini noktadan mı Allah bir cemiyetini fakat ular özünü özgertkende andın yani yamanaq çıktığı vaxtıda bir cemiyet bir yakın bir kavim özünü özgertmekçe Allah onu özgertmeydi. Bu yerdeki mesele ne? Allah bizi mesuliyetini bizge buyurdu. Allah bizi cevapkarlık buyurdu. Emniyeti Allah bizge demiş ya da bizge erkinlik sahası içipegen oldu. Erkinlik dairesi içipegen oldu. Yani Allah emniyette iradesini bizge cüzi miktarda bergen oldu. Yani işini biz kılımız. Demek işini biz kılgan ikerlikimiz biz erken bulumuz diyen gel. Allah mı bizge demiş erkinlikini berdi diyen gel. Yani özümüz özgertmesek demek bu Allah'ın kanunu diyen gel de. Yani Allah hep özgertip vermedi ya ki biz özümüzü özgertkenimiz. Şu özgertkenin kudretini Allah bizim ruhumuzu sınır etken boğaçka, akıl bergen boğaçka, irade bergen boğaçka, vicdan bergen boğaçka, adalet duygusu bergen boğan boğaçka. Demek bunu kılalayımız diyen gel. Allah'ın kanunu belki bu noktada işleyiş gerek de oylayma. Psikolojik noktada ben millete değil şu insandaki içki dünyasına merkezleşiş ve üzün terakki oluştu dep oylaydı. Yani içki dünyasına. Rottur degan psikolog dedim şunu oturup koydu hem de. Mesela deyli, Xitaylar bizga tarix o'rgatmadi. Xitaylar bizga burunlangan tarix o'rgatdi deb o'ylaymiz. Haqiqatan shunday hamda. Ammo biz chet elga chiqdik. Bizga munosabatli to'g'ri yozilgan tarixlar, to'g'ri ma'lumotlar, to'g'ri dalillar asosida yozilgan tarix kitoblari mavjud. Lekin chet elga chiqqanda buni o'qiy oldikmi degan masala o'tirib chiqdi hamda. Shu bu Xitoylar bizga tarix o'rgatmadi, bizga to'g'ri o'rgatmadi degan o'rniga bir Uyg'ur bu sifatimiz bilan kutubxonaga berib tarix kitoblarini o'qisak bo'ldi yoki setilib o'qisak bo'ldi. Kutubxona berish hojat qolmadi hozir. Ondan keyin bir deyli yoki Türkiye'nin ma'rifat sistemasi yaxshi emas degan o'rniga o kadar köp ki hazır uygunlagan narsalar, o kadar fırsat köp ki tamamen üyütelayimiz hem de. Şuna bu paslıktan kurtulması qat'iy bo'lmaydi. Şuna men bir gap var hem de. Xitoyning zulmiga yoki o'zini sukut qilganligi bilan Xitoy bilan bevosita qo'l tiqib ishlaganlar o'tirsida bu nima nuqtadan axloq nuqtasidan farq yo'q deyildi. Buni bu mutafakkirlar shunday o'tirib qo'yiladi. Shunga buningdan sirt belki işin kichik bir ishdan boshlasak yoki cho'ng ishlarniki vujudga chiqishga vasila bo'lib qolishi mumkin. Shunga kichik qadamlar amaliyotda bizning ko'nib ketgan xulqimizni o'zgartib, axloqiy va kollektiv jihatdan bir yaxshi bir ishga sabab bo'lib qolgan bo'lamiz. Bu Aristotelningki axloq nazariyasini shuni o'tirib qo'ydi. Psixologik jihatdan bu davomli yaxshilanish deydigan bir prinsip to'g'ri keldi. Tezin deb atildi bu psixologik manbalarda. Diniy nuqtadan az bo'lsa davomli qilgin, izchil bo'lg'inni qil deydigan bir qoida bor. Hadis bor. Shunga kichik ishlarni hargiz kichik ko'mayli. Shunga kichik ishlarningki barakati intayin ko'p bo'ldi deb qaraldi dinda. Ondan keyin shunga bolalarimizga kichik ishlarni cho'ng ishlarga talab qilmay, kichik ishlarni nasihat qilsak, kichik ishlarni o'zgartirishga yordam qilsak, balkim texmi yaxshi bo'lishi mumkin. Şuna şikayetinin orduga çoğum bir karşı da hücum kutulan bir psikikanı bir iradeni şekillendirmek olmaydı. Biraz yorum yapıyorduk. Şikayet bizim pek pasiflaştırılan bir ahval. Karşı köksüç olsa del insanınki, üzerinki kabiliyet dairesi de meselelerini hal kılışına naiti münasebetlik bir ahval.
Şu anki Kochberg'ninki axloqiy taraqqiyot nazariyasi shuni o'tirib qo'ydi. Psixologik nuqtadan dal bu shu chidamchanlik, inglizchada resilience deb qo'ydi, chidamchanlik masalasi. Bu kichik ishlardan boshlab, masalan, biz semirib ketgan bo'lsak, tomoqdan boshlasak, tomoqni o'lchamlik oz yeyish, muvofiq miqdorda yeyish, badan chiniqtirish deganga o'xshash. Yoki tushkucha yetib uxlab ko'ngan bo'lsak, atdigan qopishga odatlanish. Yoki tomoqni bak tuzaydigan bo'lsak, aldirmay chanab yeyish degandek shu kichik kichik ishlar. Diniy nuqtadan sabr va namoz bilan yordam talab qilinadigan bir oyat bor. Bu dal amaliyotda bizning qarshi ko'z kuchimizni, irodamizni kuchlantirdi. Hmm, Shunga bu negativ yoki zihnga ega bo'lgan kishilar deyiladi. Deyli. Yani negatif süzgeçme deb atıldı bu. Yani ne deyimiz? Bunda kişiler deyli. Şikayet kılgan kişiler. Meseleninki ijobiy taraflarini nazardan butunlay saqit qilib, faqat va faqat mush salbiy tarafga markazlashib oldi. Bu dal psixologiyada negatif yoki salbiy yoki e, manfiy süzgeçleş deb ataladi. Bundan keyin bu dal hamda bundan boshqa bu shikoyat qilganda bunda öfke yoki g'azab pek kuchli bo'ldi endi. Ya'ni o'pkilanish, undan keyin umidsizlanish, andisha yoki xushal bo'lmaslikqa o'xshash bunaqa hislar e, dal mushu shikoyat qilgan insonlar sal ko'proq bo'ldi ekan. Shunga shikoyat qilishni amaliyotda bu insonlar dal psixologik jihatdan bir bo'shalish, bir orom tepish deb bunday o'ylaydigan bu bir psixologik mexanizmga aylanib ketgan endi. Shunga psixologik jihatdan bu kunda kishilar o'ziniki bunday hissiy jihatdagi o'zining hissiy jihatdan to'nib yetish kamlikka his qildi ekan. Shunga his tuyg'ularini bevosita ifodalashdan o'zini qochirdi ekan. Shunga shikoyatni amaliyotda vositlik holda ifodalangan bir hissiy inkas holiga ilib kelgan desak bo'ldi. Masalan, bir do'stniki kechki qilishdan rahatsız bo'lgan biri bevosita buni yuziga deyishni o'rniga do'stniki boshqa bir shaklda ifodalash tirishlik endi. Shunga bu shikoyat qilgan kishilardan ham deyli. O'ziga bo'lgan hurmatma sal tuvan bo'ldi ekan. Undan boshqa mandaq kasallik holatiga kelgan binasidan huzur olmaslik, xushal bo'lmaslik hissiyotlari nisbatan kuchli bo'ldi ekan deydi. Masalan, o'ziga bo'lgan tuvan, o'ziga ishonchi tuvan bo'lgan yoki hayotdan huzur olmaydigan, qanoat hosil qilmaydigan kishilar shikoyat qilishni bir xil mudofaa mexanizmi sifatida ishlatadi ekan va bu dal o'ziniki ma'naviy bo'shliqni tashqi sirtdagi masalalar bilan sirtqi masalalardan aks ettirish xohishidan sabab bo'lgan. Ya'ni men ma'naviy jihatdan qancha quruq bo'sh bo'lmasam, sirtdagi masalalarga do'ngak bo'lish orqali ani ashta xohishga bakroq ega bo'ldi ekanman demoqchi endi. Undan keyin mm, bu shikoyat qilgan kishilarda ota-onalar deyiladi bakroq. Unda boshqalarni kontrol qilish xohish bakroq kuchli bo'ldi ekan. Ya'ni kontrol qilish ehtiyoji kontrol qilish xohishi kuchli bo'lgan kishilar iniqsizlik yoki mana krizis oldida beoromlik his qilgan va buni shikoyatni to'xtamas sirtqa devirdigan bir ahvol shakllangan. Masalan, deyli, avtobusni bekitib saqladingiz. Agar ketib chiqqan vaqtida cho'qim siz tanitillab tushadigan boshqa insonlarni bundaq ayblaydigan bunday ahvol ko'rildi. Shunga dal shunday qilib amaliyotda mush kontrolni yo'qotib qo'yganlik uchun inson yoki kontrol darajan chiqib ketganlik uchun dal masalaga mushlar muomala qildi degan gap. Amaliyotda ba'zi bolalarni taraqqiy qildirishni emas, kontrolni asos qilgan bu kishilarmi, ota-onalarmi dal bolalari kontrollik darajasiga chiqib ketib qolsa intayin g'azablanadi desak bo'ladi. Yana bundaq bak shikoyat qilgan insonlarda bundaq manmanchilik yoki bundaq mag'dur bo'lib oldigan o'zini haqsiz kishidek ko'rsatgan ahvollar sal ig'ir bo'ldi ekan. Ya'ni o'zini davomli mag'dur sifatida ko'rsatgan, o'zini davomli ayblangan kishi sifatida ko'rsatgan, bechora ko'rsatgan ahvol demoqchi endi. Shunga amaliyotda sal diqqat tortmoqchi bunday insonlarchi shikoyat qilish orqali. Shunga manmanchi, kibrlik insonlarma dal o'ziniki kutganlari, orzu-armonlari qarshi hal qilinmagan vaqtida yoki javob berilmagan taqdirda dal shikoyatni boshlab o'tadi. Diqqat qilsangiz bundan intayin ko'ramiz atrofimizda. Bu albatta shikoyatning psixologik tarafidan boshqa bu jamiyat nuqtasida shikoyat qilgan insonlar qaraydigan bo'lsak, shikoyat qilish harakati albatta kishiningki o'zining shu tava bo'lgan ijtimoiy madaniyat va muhitning ta'siriga bakrak uchraydi endi. Shunga bunda stressli, bunda andisha, g'am qayg'u intayin ko'p ijtimoiy sharoitlarda shikoyat qilgan ahvollar intayin ko'p. Masalan, iqtisodiyot iniqsizlik, siyosiy iniqsizlik, ish jihatdan xizmat kapolatsizligi, ijtimoiy adolatsizlik yoki bunday keskin raqobat, haqsizlik
zulm intayin ig'ir bo'lgan deyiladi. Shundoq bir ijtimoiy sharoitlarda insonlar bakroq shikoyatga moyil bo'lib qolgan deyiladi. Shunga Durkheimningki anomi yoki nizomsizlikda bir uqumi bor. Dal ijtimoiy normsizliklar, iniqsizlik bo'lgan bo'lib ketganda, ya'ni mesela Uyg'ur jamiyatininki urf odatlari, an'analari iniqsiz, xunuklashib ketgan vaqtda deyli, insonlar ijtimoiy rishtasi bilan bo'lgan munosabat ojizlaydi. Dal shunday vaqtda insonlarniki qanoat hosil qilmaslik, xushal bo'lmaslik ahvoli ko'proq ko'rildi demoqchi endi. Bundan keyin ba'zi madaniyatlarda shikoyat qilish amaliyotda bir ijtimoiy munosabat o'rnatish yoki guruh tavalligi tashkil qilish, shakllantirish usuli deb qaraldi. Bu alaylikda amaliyotda ba'zi jamiyatlar ko'proq kuchli qurildi. Masalan deyli, mandaq iniqsizlik deb o'tdik. Iniqsizlikdan mandaq qichish xohish bo'lgan jamiyatlarda insonlar iniqsizlikdan nahayat bearamas qoldi. Masalan bir ish o'rinda bir tushlik vaqtida deyli, hamma odamningki shu xo'jayinningki adolatsizligi yoki ham ba'zi odamlar ko'proq ishni mas'uliyatni berishi haqida shikoyat qilish amaliyotda dal ba'zida nima qildi? Shu guruh hamkorligini kuchaytirib qo'ydi demoqchi endi. Shunga chet eldagi ba'zi tashkilotlarmi deyli, bir tashkilot ishni xato qilib qo'ygan bo'lsa, uniga raqib tashkilotlar darhol birlashib olgan bir ahvol kelib chiqdi-ku. Chunki u xato qilgan tashkilotni shikoyat qilib, uningdan keyin shikoyat qilish ahvolining dal o'zi uning raqib tashkilotlarini deyli hamkorlashishga sabab bo'lib qoldi. Bu balkim ijobiy ahvolda ko'rish mumkin, ammo uningki salbiy taraflari bor. Davomli o'zi tavagan guruhini yoki jamiyatni yoki millatni boshqalarga to'xtamay selishtiradigan ahvollarni dal shikoyatni keltirib chiqar desak bo'ldi. Ya'ni bu Fentes Girin degan bir jamiyatshunos bor. Uningki ijtimoiy selishtirish nazariyasida insonlarningki o'zlarini hukm qilish va bağlash uchun boshqalar bilan selishtiradi. Dal selishtirishning o'zi mamnuniyatsizlik yoki shikoyat bilan natijalanishi mumkin. Bu jamiyatda shunday. Mesela biz özümüzün hep ziyade maqtab Türklerga selishtirib olmasak, Türklerden bakroq shikoyat qilgan ahvollar kelib chiqadi. Men shunda o'ylayman, Turkiyada albatta Yevropadan qarasak, Yevropadagilarning ko'zidan qarasak, balkim yoki Turkiyada yashaganlarning ko'zidan qarasak, albatta bu yerda munoyat ig'ir masala va Turklarning ish harakatidan shikoyat qilgan ahvollar bor. Masala biz o'ylagandimi ig'ir masala bo'lishi mumkin, ammo shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. 85 millionlik bir nüfus var bir jamiyat yoki bir davlatda cho'qim masalalar intayin ko'p bo'ldi. Shu jamiyatdan cho'kib ketmay davomli shunday yana yüzünü saqlab qolashi va nurg'un ba'zi sohalarda deyli, nurg'un ishdan vujudga chiqarishi dal shu qobiliyatli insonlarning, dal yaxshi insonlarning, dal kelgusi nisbatan plani va strategiyasi va insonlarningki aqlliq, ditliq turklarningki turkisi bo'layotgan ishlar deb o'ylasak bo'ladi. Siz agar nachar bir odam bilan uchrashgan bo'lsangiz, u sizningki savalligingiz. Yaxshi odam bilan uchrashish uchun yaxshi fursatni, sharoitlarni o'zingiz ba'zida yarata olasiz desak bo'ladi. Shunga aloqa bir jamiyatdan yoki Türk jamiyatining masalasini to'xtamay shikoyat qilish bilan uningga mana bu Turkiyaning fuqarosi yoki Turkiya jamiyati yashab qolmoqligi uchun bir his qo'shish mumkin deb o'ylagan bo'lsangiz, Turklarningki nachar odatlarga emas yoki ba'zi bir qism Turklarning deydi. Biz o'zimizning nachar odatlarini yoki o'zimizni taraqqiy qilishtirsak, yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Turkiyada krizis masalalar intayin ko'p, albatta fursatlarni bo'lish mumkin deb qarayman. Bu fursatlarni tuta olsak balkim o'zimizni taraqqiy qildira olsak, o'zimizning ishga markazlasak, o'zimizning Uyg'urlarning ko'ngil bilsak, yoki Turkiyada yashagan bo'lsak, shu jamiyat uchun agar mana bir a'zosi kelmam shu jamiyatningki nima ishni qila olaman deb o'zimiz to'g'risida bakroq o'ylansak, men dahil yoki menmi balkim shikoyatni to'xtab hal qilishga bakroq markazlashishimiz mumkin. Shunga yaqinchaqlab aytgan vaqtimizda shikoyat bilan o'rinsiz tanqid amaliyotda bir ijtimoiy kasallik yoki bir ijtimoiy kunib ketish deb atsak bo'ldi. Shunga bu shikoyat nima? Shikoyatning o'rniga masalaga markazlashsak, ondan keyin tanqid nima? Mantiqliq, sabab natijaga bog'langan, ma'lumotni asos qilgan, kuzatishni asos qilgan, atrofliq tafakkurni asos qilgan tanqid albatta cho'qim bo'ldi. Shunga shikoyatning o'rniga biz hikoyat qilaylik. Hikoyat degan gap dal biz bu dunyoga shikoyat qilish uchun kelmadik. Biz bu dunyoga masalalarni hal qilish uchun, dardlarni darmon bo'lish uchun, undan keyin o'zimizni o'zgartirish, jamiyatga his qo'shish, o'zimiz qaysi jamiyatga bo'lgan bo'lsak, Uyg'ur bo'lgan bo'lsak, sharq turkistalik bo'lgan bo'lsak, ularga xizmat qilish va bolalarimizga ilgi chiqish uchun keldik deb o'ylayman. Shunga biz bu yerga shikoyat qilsak, hech qanaqa narsa qo'limizga o'tmaydi. Bu dunyoda hech qanaqa iz qoldira olmaymiz. Ammo hikoyat qilsak, nurg'un narsalarni balkim o'zimizning qobiliyati doirasida ba'zi ishlarni o'zga chiqara olamiz. Hikoyamiz qolib qoldi. Bu hikoyamiz qandaqdir bir hikoya masalasi emas. O'zimizning hayotini yaxshi ishlarga atvatsak yoki o'zimizni taraqqiy qilsak,
tabiiy holda yaxshi asar o'tirg'ish qildi. Yaxshi asarning o'zi dal hikoyat qilish. Shunga shikoyatning o'rniga hikoyat qilayli. Hammanglarga ko'p rahmat.